Insult doim ham to'satdan kelmaydi. Ba'zan insult oldi belgilari organizmni ogohlantiradi. Ya'ni yuzning bir tarafi uvishishi, nutq buzilishi, bir taraflama qo'lning kuchining kamayishi, yurishga qiynalish kabi belgilar paydo bo'ladi va bir necha soat ichida, eng uzog'i 24 soat ichida bu belgilar o'z-o'zidan yo'qoladi. Bu tranzitorniy ishemik ataka deb aytamiz, ya'ni TIA tashxisini qo'yamiz bunaqa bemorlarga. Bu insult oldi belgisi hisoblanadi. Shu belgilar paydo bo'lib 24 soat ichida yo'qolgandan keyin 5 kun yoki 1 hafta ichida ko'pincha ishemik tipdagi insult sodir bo'ladi. Agar yuqoridagi belgilar paydo bo'lib bir necha soat ichida yo'qolgan bo'lsa, albatta chuqur tekshiruvdan o'tish kerak va nevropatolog shifokorga murojaat qilib davom muolajalari olish kerak. Bu insult oldi belgilari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, to'satdan boshlanuvchi boshda kuchli og'riq bo'lishi, bosh aylanishi, yurganda muvozanat buzilishi, quloqda shovqin va arterial qon bosimining to'satdan ko'tarilib ketishi, lekin bir necha soatda bu belgilar yo'qolishi ham insultning dastlabki belgilari bo'lishi mumkin. Yuqoridagi har qanday simptom sizda yoki yaqinlaringizda mavjud bo'lsa, albatta nevropatolog shifokorga murojaat qilib, vaqtida davom muolajalari oling.